Geliler, ben mi koyuyorum? Video yok mu bana ya? Assalomu alaykum hojiga. Hojingiz muborak bo'lsin. Kelinglar. Nari tomonda kelinglar, chay bor. Mana bunday. Assalomu alaykum. Hojiga. Keling. Salomat. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar. Yaxshimanu? Stoya. Sizlarga yaxshi-da. Sizlarga yaxshi. Nima yig'layapti? Borib tursinmi? Ha? Yo'q. Bir yig'lasamiz deyman. Shunchani o'ylab turibman. Bir narsa ko'tarib chiqsam, deb turibman. So'kib turibsan. Jon qo'shni, to'xtasin qo'shni, qozoq qo'shni qilishib. Bular bu yerda ham birib qolganlarda ayting. Ashib. Biz iltimos qilsak aytdim-ku, chirag'ini yoqmasdan sekin burab qo'yib qo'yarasiz shu bilan. Ko'ngil olishda bu, ko'ngil olish. Kelmaysan-da? Sizlarning kesilmay qoladi. Kelinglar. Assalomu alaykum. Keldi. Beşte oluşum. Saat 5'te bir oluşum. Nasıl bunu toplatamam mı? Yani tekrar yarım saat. Tahmin Oturmuyorsun. Bora gelsin. Ben bunu çuvallarla getirdim.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الصلاة صلاة الجمعة مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا إله العالمين ويا خير الناصرين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahim Perverdiyara, şu okuyan Kur'an'ımızı savabını cemihi, o'tgan zotlar Janob Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga, azvoji mutahharrat, kiromin katimin hammalarini Perverdiyara, sahobiy kiromlarga, tobiin, tabi'a tobiin, mujtahidinlarga Perverdiyara o'zing hammalariga savobini mislini hadoyo qildik, hammalarini g'aniy rahmat qilgin. Bizlarga Perverdiyara shu qilayotgan ibodatlarimizni o'zing xatolarni af etib o'zing qabul aylagin va hamda hammalarimizni bola chaqalarimiz bilan o'zing tavfiqi hidoyatda sirotal mustaqimda qilib, o'zing Parvardigoro o'zing rozi bo'ladigan amallarni qilishligimizga o'zing muvaffaq qilgin. Rahmatika ya arhamar rohimin. Wa atmamtu alaykum ni'mati va hamda men sizlarga o'zimni ne'matimni mukammal qilib berdim deyapti. Ana hidoyatga solishlik bilan bir bandaga Alloh taoloni haq payg'ambar rasuli haq deb turib iymon keltirib, mana shunga bir hidoyat qilib qo'yishligi Xudoy taoloning ne'matini mukammal qilib qo'yishligi muhtaram jamoat. Mana shu Xudoy taoloni haq deb iymon keltirib, namoz o'qib, roza tutib turishligimiz haqiqatda Xudoy taborak va taoloni bizga bergan ne'matini eng tomi, eng mukammali. Shuning uchun mana sizlarga men shunday tavfiq qilib qo'ydim. Diningizga mana mukammal qilib, mana endi sizga nusrat ato qilib qo'ydim. Mana Makka fath qilib berdim sizga va hamda johiliyat minoralarini buzib berdim. Johiliyat ommalari, urf-odatlari butunlay botil mana buzildi. Mana shularni men sizga o'zim sizlarga ne'mat qilib berdim deb Xudoy taolo va raditu lakumul islom dina va hamda sizlarga mana shu islom dinini din qilib olishligingiz to'g'risidan men mana shu islomga din to'g'risida ixtiyor qildim sizlar uchun. Butun dinlarning ichida shu islom dinini ixtiyor qildim deb Xudoy taolo marhamat qilyapti. Mana shu Eidimiz, mana shu kun, mana shu Arafotda nozil bo'lgan ekan. Mana shu kunni biz Eid qilib mana olamiz. Hayitimiz xuddi mana shu kun. Mana shu kunda shu oyat nozil bo'lganligi uchun ham juma kuni bo'lgan, ham Eid kuniga nozil bo'lgan mana shu. Ikkalasi jam bo'lgan kun ekan o'sha mahalda. Shuning uchun bizni Eidimiz mana shu oyat nozil bo'lgan kun. Endi mana shu oyat nozil bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shu oyati karimani
o'qib berishlari bilan birga ba'zi bir rivoyatlarda, ko'p rivoyatlarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu deyilgan. Ammo bitta mana bu rivoyatda qachonki bu oyat nozil bo'lganda Bako Umar radhiyallohu ta'ala anhu debdilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu yig'lagan ekanlar. Çekeceğim mi? Göstermesen göz. Tutuştu ya. İçirdi ya. Sen makarat künge hani paralel koparıp görmeye kalmaz mı? Acayip kün kokmaz mı? Neden gitmedik? Paralel çıkması ya mı? Yok para. Sonra güzel öyle ya. Ben de çıkarım. Janjal çıkarız hemen. Mahmud hocam yomon ko'rsatish bo'lib qolmaydi. Mana chalak go'shin sol, Mahmud hocam go'shin tog'may qolgan ichida. Rost? Ya to'g'rini ham chaqiryapti, kelmaga keting. Razbor chiqadi bari. Yani kim çağırır sizde? Ha, kim chaqirdi yana? Chaqirsa chaqirib qo'ydi. Shularga do'stmi? Shularga. Hozir Bebarakaligini qarang. Qatida tugatdi tomon. Mastovni go'shin tugatdi. Ko'mish sindirdi. Ateş. Ateş var videoyu kaldırıyordu. Va chiqib Neyse yazdırıyordu. Kapıza razbordan o'tib qolmadi. işte ama işte. Mongilen Hozirga ham chaqirdi. Bekar chaqirsa men berib o'zim. Bu odam bersin deb. Öğrenme yaptı. Yarashma. Hatto qo'l yo'q qo'yganman, mushlamaysan dedi. Gapirmasdim dedim Endi Xudoy taborak va taoloni bu xotinlarni tepasiga fazilatli qilib qo'yganligi ham bima anfaqu min amvalihim. Ana xotinlarni halol kasb qilib topib, ularga o'z molidan nafaqa beradi, uni boqadi va hamda uni kiyintiradi. Ana shuning uchun Xudoy taolo erkaklarni ularni tepasiga fazilatli qilib qo'ygan ekan. As-solihatu qonitatun. Ammo maqtayaptiki, qaysi bir xotiniki eriga itoat qilsa, erini buyrug'idan chiqmasa, shariat islomiyaga o'sha hududida chegaralarda tursa, ular qonitat, mutiat, ya'ni itoat qiluvchidir ular. Allohga ham itoat qiladi ular yaxshi xotinlar va hamda erlarni ham haqqlarini qoim qilishadi. Hafizatun lil g'ayb. Yana o'zlarini erlari biror joyga bir safarlarga ketganda erlari yo'qlig'ida o'zlarini ham ehtiyot qilishadi. Erlarini omonat qo'ygan mollarini ham ehtiyot qilib saqlaguvchi bima hafizalloh, Alloh taolo shunga muvaffaq qilganligi sababli yo'inki Alloh taolo ularga mahrlarni ana bu bir qancha kisva masalan liboslarga ega qilganligi tufayli ana erlarini haqqlarini nihoyatda ijro qilib bajarishadi deb Xudoy taolo yaxshi xotinlarni bu oyat karimada maqtayapti. Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat bu Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytdilarki, qachonki bir xotin kishi izo sallat khamsaha va somat shahraha وحفظت فرجها وأطاعت زوجها تدخل من أي باب شاءت من أبواب الجنة. Mana xotinlarga bir qancha kengchilik juda ham katta ularga bir Xudoy taborak va taolo tomonidan fazilatlar ham ko'p ekan. Ana shundan bittasi mana qaysi bir xotiniki deylar Payg'ambar alayhissalom shu 5 vaqt namozni vaqtida ado qilsa va bir oy shu Ramazon oyini tutsa va hamda o'zini farzlarini Xudoy taolo o'sha ko'rsatmaslikka, saqlashlikka, ehtiyot qilishlikka bo'lgan avratlarini saqlab borsa va eriga itoat qilsa, ana shu xotin ya'ni jannatni hamma eshiklari unga ochiladi, xohlagan eshikdan jannatga kiraveradi degan ekanlar. Xotinlarni eng yaxshi degan ekanlar Payg'ambar alayhissalom. Bir xotiniki agar unga sen qarasang, seni xursand qiladi.
Agar sen unga biror bir ish buyursang, senga itoat qiladi. Agar undan sen uzoqda bo'lib safarda bo'lsang, senga xiyonat qilmay, seni mollaringni saqlaydi va o'zini saqlaydi. deb mana shu xotinlarni eng yaxshisi mana shunday xotin bo'ladi deb bir marhamat qilgan ekanlar. Bu xotinlarni o'sha afzalul a'mali alan nisa Tog'larga chiqdim deb so'ragaman. Yana gul borib chiqib qo'y. Chiqdim deysiz, keling. Toshyaptim deysiz. Maydat mana yerga beraman. Men mashina qilib bitta tushmoqchi. Keling. Makina yoningizga. Avlaka, ayami yaxshi kutib oldingizmi? Olib qochdi, gapir. Yaxshi gapiring. Ayami yaxshi kutib oldingizmi? Erkak ishlar keladi. O'tiravering aka. Mayga. Qosin kel. Makara. Qosinlar kel. Taraflarga aylantiring. Meni hozir keyin olmasi chiqdi. Aydın, seni kardeşim öpüşeyizden ne? Kızı okşa. Öpüşeydik. Chaqqa qara, o'tog'iga qara. Mo'ba kallasi. Pasaytirib o'tir. Qara, o'tog'iga qara. Bajakizlar Qo'lingda tursa ko'rmay qolasan. Yana yettadi. afzalul a'mali alan nisa itoatuz zawj. Xotinlarga amallarni eng afzali muhtaram jamoat o'zining eriga itoat qilishlik ekan. Ana shu eriga itoat qilishlikni singari ulug' bir fazilat, ulug' amal yo'q ekan. Mana shunga bir xabarlarda bir payg'ambar alayhissalatu vassalom zamonlarida bir sahobiy kirom g'azotga chiqqan ekanlar. Xotinlariga chiqib ketishlik oldida sen uydan chiqmagin deb tayinlab ketgan ekanlar. To'yinki men g'azotdan kelmagunimcha sen uydan chiqmagin debdilar. Shunda u xotinning bu kishi g'azotga ketganlaridan keyin otalari kasal bo'lib qolgan ekan. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga odam yuborib so'ragan ekanlarki, men shu otamni ko'rib kelsam bo'ladimi deb. Haligi oldinga meni uydan chiqmagin deb tayinlab ketgandilar deb voqeani batafsil aytgan ekanlar. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalom sen eringga itoat qilgin degan ekanlar. Shu otalari